Qadrdonlik olish uchun talabalar universitet oldidagi barcha akademik va moliyaviy qarzdorliklarni yopishlari shart. Bu har qanday ta'lim shaklidagi o'qiyotgan talabalar uchun majburiy talab hisoblanadi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Akademik qarzdorlik bu topshirilmagan imtihonlar yoki fanlar bo'yicha qolgan qarzdorlikdir. Agar siz bitta fanni topshirmagan bo'lsangiz ham universitet ro'yxatdan o'tish yoki viza muddatini uzaytirish uchun ходатайство berilmaydi. Shuning uchun barcha fanlarni o'z vaqtida topshirish va sessiyani to'liq yopish juda muhim. Moliyaviy qarzdorlik bu o'qish uchun to'lanmagan shartnoma, kontrakt summalari. Ходатайство kontrakt to'lovlarini amalga oshirib, qarzdorliklarni yopganingizdan keyingina beriladi. Muhim, agar talaba akademik yoki moliyaviy qarz mavjud bo'lsa, ходатайство berilmaydi. Bu ro'yxatdan o'tish, viza yoki migratsiya hujjatlarini uzaytirishda muammolar keltirib chiqishi mumkin. Nima qilish kerak? Dekanat yoki shaxsiy kabinet orqali akademik qarzdorligingizni tekshiring. Barcha qayta topshiriqlarni bajaring va qarzlarni yoping. Shartnoma bo'yicha to'lovni to'liq amalga oshirganingizni tekshiring. To'lov kvitantsiyasi va tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Ular kerak bo'lishi mumkin. Barcha qarzlar yopilganidan so'ng ходатайство odatdagi tartibda rasmiylashtiriladi. Agar savollaringiz bo'lsa, ekranda ko'rib turgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.